Endi esa qanday qilib karmonayaga qo'shimcha kategoriyalar va valyuta qo'shish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Uning uchun chap burchakdagi tugmani bosamiz va bu yerda kategoriyalar bo'limi bor. Uni bosib, ko'rganingizdek o'ng burchakda plus tugmasi bor. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin ikkita bo'lim bor. Karmon AI standart kategoriyalari va shaxsiy kategoriya qo'shish. Agarda siz Karmon AI standart kategoriyalarni tanlasangiz, bu yerda siz biz tomonidan yaratilgan kategoriyalarni ko'rishingiz mumkin va ular sizga to'g'ri kelsa, shunchaki plus tugmasini bosib, u xarajat toifalarini qo'shib ketishingiz mumkin va daromadda ham xuddi shunday. Agarda siz o'zingizga kerak bo'ladigan toifani topa olmasangiz, siz shaxsiy toifani yaratishingiz mumkin. Uni qanday qilamiz desangiz, plus tugmasini bosib, shaxsiy kategoriya yaratasiz. Bu yerda uning nomini, rangini va unga tegishli bo'lgan ikonkani belgilab ketishingiz mumkin. Bu yerda siz xohlagan nom, rang va ramz biriktirishingiz mumkin. Endi esa qanday qilib qo'shimcha valyuta qo'shishni ko'rsatib o'taman. Shunchaki shu bo'limda qo'shimcha valyuta tugmasini bosasiz, plus tugmasida siz o'zingizga kerak bo'ladigan va doimiy ravishda ishlatadigan pul birligini tanlaysiz.